Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala rasulihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Muhaciret yaşayotgan barliq Sharqiy Turkistonliklar. Sizlarning eğitimlerini tebriklayman. Eğitimlerinin mübarek ve hayırlı buluşunu Allah'tan tilayman. Şunu bilan birge Allah Taala'nın tutqan ro'zanglarni qabul qilib, qilgan duoyinglarni ijobat qilib, yaxshi amallaringni qabul qilib, gunohdan pok qilishini Allah'tan tilayman. Şunu bilan birge barliq Sharqiy Turkistonlar o'rtaq nuqtaga, o'rtaq bir iddiyaga, o'rtaq nishonga kelishimizni tavsiya qilaman. U bo'lsa Sharqiy Turkiston bizning tuprog'imiz. Biz o toprakның asıl sahibi biz. Xitay bo'lsa bu yerda tajovuzchi, ishg'olchi, buğulamchi, Sharqiy Turkistonning yashash haqqi va haddi yo'q. Allohning izni, Allohning yordami bilan cho'qim Xitoyning Sharqiy Turkiston jo'grafiyasini qo'g'lab chiqarib, Sharqiy Turkistonda Alloh buyurgan, payg'ambar ko'rsatgan shaklda insoniyat xotirjam yashaydigan bir davlatni qurish bizning haqqimiz va asosiy nishonimiz bu. Bu nişanda ortaklaşımız ve birleşişimiz lazım. Sharqiy Turkiston davasıga, Sharqiy Turkistonning siyasi hareketiga barliq taraflarning o'rtaq shu his qo'yishi, barliq o'xshash bo'lmagan fikr, ko'z qarashli qarindoshlarimizning mush nuqtada o'rtaqlashib, Xitoyning Sharqiy Turkiston bugungi mavjudiyati va kelgusidagi mavjudiyatini qat'iy inkor qilishimiz, Sharqiy Turkistonda Sharqiy Turkiston o'zi egilik huquqiga o'ziga bo'la oladigan, o'zining egiligini o'zi boshqaradigan, o'zining siyosiy taqdirini o'zi belgilaydigan shaklda bir davlatni qurish va insoniy va kishilik huquqi va demokratik haqqi buyoqdir. Islomiy va ummatchilik haqqi mana mush nuqtada ifodasi topadi. Shuning uchun barliq qarindoshlar mush iddiyaga kelishimiz Xitoyni birdan-bir insoniyat va insonlikning dushmani, hayatlık ve barliq şeylerinin düşmanı deb tanışımız lazım. Bu itibar bilen Xitoyning mayli kuchimiz yetsin, mayli yetmasin, Xitoydan iborat bu jinoyatchini birdan bir yer yuzining jinoyatchisi, insoniyatning jinoyatchisi, demokratiya va kishilik huquqi, islomning eng rezil ishbaz dushmani. U bo'lsa Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib oldi, besib oldi. Biz bunun karşı kolumuzdan keldiğin barliq imkanlar orqali Xitoyning Sharqiy Turkistondagi mavjudiyati va qilmish jinoyatlariga qarshi turishimiz, shuning bilan birga Xitoyni qo'llab chiqarib davlatimizni qurishimiz lozim degan mush o'rtaq iddiyaga kelishimiz va mush nuqtada yashashimiz kerak. Kishilar sizlar deydiki, "Voy bu nuqtaga kelgan bo'ldi." Yo'q, kelgan bo'lsa bunday bo'lmaydi. Kelmaganligimiz uchun mush kunga kelib qoldik. Biz mayli bu nuqtaga yetalayli, bu nishonga mayli yetamayli, mush irodani, mush iddiyani shakllantirib, bunu bir irodaga aylantirib, buni shu bir davlatga aylantirishimiz lozim deydigan, yanılmaydigan, har qanday kuch barbat inkor qilinmaydigan, yo'q qilinmaydigan bir iroda va iddiyani shakllantirishimiz lozim. Hammaning Alloh taolo mush iddiyani ittifoqlashib, mush iddiyani ibodat deb taniydigan, mush bizning birdan bir vazifamiz, mas'uliyatimiz Sharqiy Turkistonni ozod qilish, mustaqil qilish, davlat qurish bizning shu asosiy iddiyamiz degan mush iddiyaga kelishimiz lozim. Biz bu iddiyaga kelgandan keyin bu iddiya zaman va makonga ko'ra bir narsani shu qistaydi. Agar biz bu iddiyaga kelmasak, sharoit, makon, zaman yetib kelgan chog'imizda bu iddiya hozir bo'lmasa shu biz hech qanday ish qila olmaymiz. Shuning uchun hammamiz bu qadam qisqa ro'zimizni mushundaq bir iddiyaga, mundaq bir yaxshi amalga vasila bo'lishini, Alloh taolaning Xitoyga qarshi turishdan iborat, Allohning dushmaniga qarshi turishdan iborat bu iddia orqali o'zimizni shu iymonimizni va islomimizni va insonligimizni va kishiligimizni shu mukammal kishi, mukammal musulmon, mukammal inson aylantirishimiz lozim. Biz mukammal kishi va mukammal inson, musulmon bo'lishimiz uchun bugün yeryüzünde birden bir düşman, birden bir çok rezil düşman, insaniyetin izzet ve şerfiga, Sharqiy Turkiston halkının izzet ve şerfiga çok depsende kılıvatkan, izivatkan Xitoydan iborat bu jinoyatchini tuprog'imizdan Sharqiy Turkiston tuprog'ida qo'g'lab chiqarishimiz lozim.
boş iddiaga kelishimiz lazım. Hammalarni boş iddiada şu mush iddiaga kelishini chaqirayman. Hammalarni Alloh va Allohning cho'g' Rasul ko'rsatgan irodi yo'l bo'yicha mana Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat va afo qilib, mushadi cho'g' kuchli turishimizni Allohdan tilayman. Bu nuqtada Alloh emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.